Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun navbatdagi darsimiz 8-sinf O'zbekiston iqtisodiy ijtimoiy geografiyasi O'zbekiston aholisi bob bo'yicha bo'ladi. Demak, O'zbekiston aholisi takror barpo bo'layotgan jahondagi mamlakatlardan biri. Takror barpo bo'layotgan degani tug'ilganlar soni vafot etganlar sonidan ko'p. Mana shu tug'ilganlar sonining vafot etganlar sonidan ko'pligi hisobiga ko'payish, demak tabiiy ko'payish hamda u takror barpo bo'lishni ta'minlovchi ko'rsatkich hisoblanadi. O'zbekiston aholisi 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra, iltimos bitta daftar olib, oldingizga ma'lumotlarni tahrirlab yozib ketsangiz yaxshi bo'ladi. 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholisi 33,2 million kishini tashkil etadi. Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilda O'zbekiston aholisi 39 million kishiga yetdi. 2019-yilda 33,2 million kishini tashkil etadi. O'zbekiston jahon bo'yicha aholi soniga ko'ra 44-o'rinda turadi. Demak, maydoniga ko'ra O'zbekiston dunyoda 55-o'rinda turadi. Aholi soniga ko'ra esa O'zbekiston 44-o'rinda turadi. Demak, aholimiz nisbatan ko'proq. Maydonimizdan kattaroq davlatlar bor, lekin aholimizdan ko'proq davlatlar atigi 43 ta xolos. 44-o'rinda turadi. Aholining yillik ko'payishi yiliga 1,5 million kishidan ortiq. Ya'ni O'zbekistonda bir yilda 768.300 kishi tug'iladi. 154.700 kishi vafot etadi. Demak, qarang. 768.000, mana bu qarang, 7 6 8 7 6 8 6 7 8 emas o 7 6 8 768.300 kishi tug'iladi. 154.000 kishi vafot etadi. Ya'ni 1dan 5 ni ayirsak, -4 bo'ladi deb yodlasangiz ham bo'laveradi. 768.000 kishi tug'iladi, 154.000 kishi vafot etadi. Tabiiy ko'payish qanchaga teng? 0. 13 dan 7 ni ayirsak 6. 7 dan 4 ni ayirsak 3. 5 dan 5 ni ayirsak 0. 7 dan 1 ni ayirsak 6. Demak 600. Mana bu joyda o'zi 6 qoluvdi. 6 dan 5. 613.000 600 kishini tashkil etyapti. Ko'ryapsizmi? Deyarli 1,5 milliondan ko'proq ko'payamiz. 613.000 kishiga ko'payamiz. Endi buni qanday qilib savol berish mumkin? Diagrammalar orqali ham ifodalash mumkin. Endi O'zbekistonning yillik ko'payishiga e'tibor beradigan bo'lsak, aholi ma'lumotlari 1865-yilgi ma'lumotlardan darsligimizda boshlanyapti. 1865-yilda, ya'ni bundan qariyb 150 yil avval O'zbekiston aholisi 3,3 million kishini tashkil etgan. Voy, qarang. Darslikda hozir 33 million deb o'qidik-ku 2019-yilda. 1865-yilda o'shandan naq 3 million kam bo'lgan ekan. Demak, 30 million kishiga ko'payibmiz 150 yil ichida. 1865-yilda 3,3 million, keyin 4 million, 4 millionga qachon tushgan desa, bu yerda biroz anglashilmovchilik bo'libdi. O'zbekiston aholisi 1900-yilda to'liqligicha 4 million kishiga tashkil etgan, ya'ni 4 million. Endi O'zbekiston aholisi bo'yicha bizga kerakli bo'lgan joyi qachondir kamaygan O'zbekiston aholisi. E'tibor beradigan bo'lsangiz 3,3 dan 4 millionga, 4 milliondan 4,3 millionga chiqib, 4,3 milliondan 6,4 millionga chiqdi. Qachon? 1939-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Ikkinchi jahon urushi boshlanishidan oldin O'zbekistonda 6,4 million aholi yashagan.
Ikkinchi jahon urushidan keyin O'zbekiston aholisi kamaygan. 100 ming kishiga kamayib qolyapti. Nimaga desa, urushga ketib vafot etganlar hisobiga O'zbekiston aholisi 50-yilda 6,3 million kishini tashkil etgan. Demak, 100 ming kishiga aholi kamaygan. Bu paytda erkaklar salmog'i ham ancha pasayib ketadi urush tufayli. 1959-yilga kelib aholi 8,1 milliongacha ko'paydi va u yog'i 11, 15, 20, 24, 27 va 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra 33 million kishigacha yetib chiqadi. Ko'rishimiz lozimki, O'zbekistonda ma'lum yillar aholi kamaygan, sababi Ikkinchi jahon urushi tufayli mana shunday ko'rsatkichlar qayd etilgan. Aholini tahlil qilishda tabiiy ko'payish va mexanik ko'payish degan tushunchalar mavjud. Tabiiy ko'payish nima? Mexanik ko'payish nima? Tabiiy ko'payish deyilganda bu tug'ilganlar soni bor-ku, misol uchun umumiy tug'ilish ko'rsatkichi tug'ilganlardan o'lganlarni, ya'ni vafot etganlarni ayirsangiz chiqqan ko'rsatkich tabiiy ko'payish bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda o'sha 2018-yil oxiri 2019-yil boshidagi ko'rsatkichlarga ko'ra 768 ming nafar chaqaloq tug'ilgan. 154 ming kishi vafot etgan. Umumiy tabiiy ko'payish 613.600 kishini tashkil etgan. Demak, tug'ilganlardan vafot etganlarni ayirsak, bu tabiiy ko'payish bo'ladi. Ko'pchilikka mexanik ko'payish nima desam, robotlar hisobiga ko'paysa kerak, haligi odamsimo robotlar ham ko'payib ketyapti-yu, o'sha bo'lsa kerak, haligi ko'payadi-yu endi. Ha, galvars, robot raddomga borib qonini tormoz yutganday qilib, qilib o'tirmaydi-ku. Robotlar hisobiga ham ko'paydimi? Kallani xomkallaligini qarang. Mexanik ko'payish degani bu mexanik so'zini ma'nosi harakat degan ma'noni bildiradi. Harakat hisobiga ko'payish. Domla harakat qilganki ko'paganda desangiz, qanaqa harakat? Biror bir mamlakatdan sizni mamlakatingizga ko'chib keldi mana. Yoki shart ketib bordi. Demak, kechib kelganlar va ketganlar hisobiga ko'payish, ya'ni harakat hisobiga ko'payish, ko'chib kirib, ko'chib ketish hisobiga ko'payish, mexanik ko'payish deydi. Eshakka o'xshab robotlar hisobiga ko'payish demak. Demak, bunda nima qilamiz? Ko'chib kelish immigratsiya deyiladi. Immigratsiya. Xuddi chet eldan ko'chib kelyapti, import so'ziga o'xshaydi mana. Import keltirmoq. Ko'chib ketish esa emigratsiya deyiladi. Menga nima ketsa ketavermaydimi deysiz-ku mana. Emigratsiya. Xuddi eksportga o'xshaydi. Ana, esdan chiqarib qo'ysangiz, ko'chib kelish, ko'chib ketish. Endi O'zbekistonda bir yiliga 2000 ta odam kelarkan xolos. Nima? Shveysariyamidi bu yer? Million kelgani. Hozircha shu yetadi. 2,8 million yashash uchun kelyapti. Bu qanaqa tobaqa, astag'firulloh. Qarib qolman shekilli. 2800 kishi ko'chib kelyapti. Jonidan to'ygan 19 ming kishi ketib qolyapti mana. Endi qarang. 2000 ta odam yashayman deb keldi. 19 ming ta odam deb ketib bordi. Demak, aholi kamaydi bu holatda. O'shuning uchun oldiga minus qo'yamiz. 16.200 kishiga kamaydi. Demak, O'zbekiston mexanik ko'payish hisobiga, migratsiya hisobiga kamayayotgan davlatlar qatorida turadi. 2800 ta ko'chib keldi, 19 ming ta ko'chib ketdi, mexanik ko'payish 16 ming kishiga teng. Endi O'zbekiston aholisi bir yilda nechta ko'payishini topaylik. Qarang. Tabiiy ko'payish qancha edi? 768 mingdan 154 mingga ayirganimizda tabiiy ko'payish 613.600 kishi edi. Mexanik ko'payish qancha bo'lib chiqdi? Kamaydiga biz mexanik hisobiga.
Mexanik ko'payishda O'zbekiston aholisi kamayib qoldi. 16.200 kishiga kamaydi. O'zi aslida agar ikkita ko'rsatkichdan plyus chiqadigan bo'lsa, tug'ilish hisobiga ko'payganlar va ko'chib kelganlar hisobiga ko'payishi bitta qilishimiz kerak edi, lekin bu joyda mana bunday qilamiz. Oddiy qilib. Qoida bo'yicha tabiiy ko'payishga qo'shamiz mexanik ko'payishni. Bu yerda tabiiy ko'payish qancha? 613.600 kishi. Qo'shaman. Endi mexanik ko'payish minusda, shuning uchun qavs ichida minusda yozaman. Minus 16.200 ta. Matematika qoidalariga ko'ra minus bilan plyus ishorasi kelib qolganligi sababli qavsdan oldingi plyusni tushirib qoldiraman. Shunda 613.000 kishidan ayriladi 16.200 kishini. Ana. Demak, O'zbekistonda tabiiy ko'payish 613.600 kishi, mexanik ko'payish esa 16.200 kishi. O'zbekiston bir yilda umumiy holatda ham tabiiy, ham mexanik ko'payish hisobiga umumiy holatda 597.400 kishiga ko'payyapti. O'shaning uchun darsni boshida 500 million deyilgani sababi shu edi. Ko'ryapsizmi? Agar plyus bilan minus teng kelib qoladigan bo'lsa, o'zga miyani ishlatamiz. Ha bu yoqda 600 mingta ko'payibdi, 16 mingta kamayibdi. Demak, 600 mingdan 16 mingga ayiramiz deb bo'yin tepasidagi xomkarlarni ishlatishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, migratsiya o'zi nima degani? Migratsiya so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, ko'chish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ma'lum maqsadda bir joydan ikkinchi joyga ko'chish bu migratsiya deyiladi. Migratsiya ko'chish degan ma'noni anglatadi. U ikkiga bo'linadi. Agar siz mana migratsiyani umumiy bo'ladigan bo'lsam, migratsiya nimadir qilib ko'chyapsiz-da xullas. Ikkiga bo'linadi. Birinchisi mamlakatda ichida aylanib yurasiz. Ichki migratsiya. Ya'ni mamlakatni ichida aylanib yurasiz. Namangandan Toshkentga, Surxondaryodan Navoiyga, Buxorodan Qoraqalpog'istonga. Bu ichki migratsiya. Ikkinchi xil turi bor, tashqi migratsiya bor. Tashqi migratsiya degani ko'chib ketasiz yoki chetdan ko'chib kelasiz. Mana shunaqa ko'chib ketish emigratsiya deyiladi. Ya'ni eksportga o'xshagan. Emigratsiya. Chet eldan ko'chib kelish immigratsiya, xuddi importga o'xshaydi. Immigratsiya. Ana. Demak, ichki migratsiya tashqi migratsiyaga bo'linadi. Tashqi migratsiyani o'zi yana ichkiga bo'linadi. Emigratsiya, immigratsiya. Endi O'zbekiston xullas tug'ilish hisobiga ko'payib boryapti, lekin bizga ham Yevropa nafasi sezilib qoldi. Ilgari masalan qahramon ona, qahramon ota degan tushunchalarni ko'rganmiz-a. Men 70 yoshda egizak ko'rdim. Bittasini 70 voy qo'ydim. Bittasini 70 oy qo'ydim. Voy kanchal. O'zi ham odamni sharmanda qildingizda, mana nevaralarim ikkat bo'lib turganda nevara kelinlar bilan bitta raddomga tushib meni sharmanda qildingiz. O'zi ham qahramon ota bo'laman dema qoling. Sutni qaydan topaman endi? Tupurg'isini so'rib yotadimi bola bechara deb 10 tadan bolasi bo'lgan. Endi hozirchi, hozirgi tannos kelinlarimiz. Ha? Yepsiz, tushundingizmi? Dadasi ikkita yetadi. Ha, o'rgildim. Tomon qilgan qomatim buziladi deydi. 91-yilda 700 mingtani tashkil etgan tug'ilish. 700 mingta O'zbekiston bo'yicha. 2000-yilda 500 mingtaga tushib qoldi. Qarang,
birdaniga tug'ilish ko'rsatkichi 200 mingtaga deyarli kamayib ketgan. Bu paytda aholi kamaymagandi. Masalan, 91-yilda umumiy O'zbekistonning aholisi 20 million kishi bo'lgan. O'zbekistonda aholisi 90-91-yilda 20 million bo'lgan. 2001-yilga kelib O'zbekiston aholisi 24 million bo'lgan. Umumiy hisobda aholi soni ko'paygan, lekin tug'adiganlar soni, tug'ilish soni kamayib ketgan. Nimaga desangiz, mamlakatlar rivojlangani sayin ayollarni jamiyatdagi o'rni o'zgargani sayin ishlayman deydi, ko'chaga chiqaman deydi, bo'yam tuzan qilaman deydi, medikyur, pedikyur, tatuaj qildiraman deydi-da, bolaga vaqt ajratish xohlamaydi va tug'ilish ko'rsatkichi borgan sari kamayib boraveradi. Demak, 91-yilda 723 ming bola tug'ilgan. 2001-yilda 513 mingga tushib qoldi. 200 mingta tug'ilish kam. Lekin keyingi paytlarda hayot sifati yana ham ortdi. Qarasaki, bitta-ikkita farzand bilan bo'lmayapti. Ro'zg'orni tebratish kerak. Kelajakda bittasini doktor qilaman deydi, bittasini harbiy qilaman deydi-da. Endi dadasi deydi-da, mana tug'ilish yana 716 ming kishiga yetib chiqdi hozir. 2017-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda bir yilda 716 ming kishi chaqaloq tug'ilgan. Demak, mana shunaqa holat. O'rtada tug'ilish ko'rsatkichi 200 ming kishiga bir tushib olgan. O'zlaricha mustaqillikka chiqqan sharq ayollari hokimiyatda istab qolgan paytlarda tug'mayman, bekorlanadi, tug'mayman, nima dedim deyishgan bir zamonlar. Xo'p, endi mamlakatda aholini ko'payishi yaxshi jarayon, lekin uni to'g'ri boshqara olish kerak. Bir to'da beparosat kallasi ishlamaydigan to'par bolalaringiz bo'lgandan ko'ra, sifatli kallasi ishlaydigan bo'lgani ham bir tomondan yaxshiroq. Endi mamlakatda aholi ko'paygandagi aholi zichligi degan tushunchani keltirib o'tiladi. Zichlik nima? Aholi zichligi. Aholi zichligi bu 1 kilometr kvadrat maydonga to'g'ri keladigan aholi soni. Masalan, hozirgi kunda aholini zichligini keling birgalikda hisoblab ko'ramiz. Aholini zichligini topish uchun aholini maydonga bo'lamiz. 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 33 million 200 ming aholi yashagan. Maydonimiz 448.900 kvadrat kilometr. Qani, kalkulyator olib hisoblab ko'rishingiz mumkin. 33 million 200 ming bu aholi soni. 448.900 bu maydonimiz. Demak, o'rtacha aholini zichligi 1 kvadrat kilometr deyarli 74 kishini tashkil etyapti O'zbekistonda. Mana shunday holat. Hozir 80 kishidan ortib ketgan. Hisoblanish yo'li aynan shunday. Bu degani har bir kvadrat kilometr maydonga O'zbekistonda deyarli 70 tadan aholi to'g'ri kelishini ifodalab beradi. Lekin bir asr avval, ya'ni 100 yil oldin O'zbekiston aholisichiligi atiga 10-11 kishini tashkil etgan xolos. Balki savol bu tushar. 100 yil oldin qancha bo'lgan aholisichiligi desa, 10-11 kishi bo'lgan. Demak, 100 yil oldin bizda aholi 7 barobar kam ekanligini ko'rishimiz mumkin. Aholini o'rtacha umr davomiyligi mamlakatda qay darajada rivojlangan yoki o'rtacha qoloq ekanligini ifodalab berishi mumkin. O'zbekistonda o'rtacha umr davomiyligi 73.8 yosh tashkil etadi. Ya'ni maksimal 73 dan ortgandan keyin bizda qariyalar soni sekin kamayishi boshlashi mumkin. 73 yosh ekan. 73 yosh. Endi demak, aholini o'rtacha umr davomiyligi nimalarga bog'liq? Mustaqillikning dastlabki yillarida tibbiyot sohasida islohotlar o'tkazildi, qonun farmonlar amalga oshirildi. Chunki 91-yilda O'zbekistonda o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 66 yosh bo'lgan.
91-yil 66 yosh. 2000-yilda o'rtacha umr davomiyligi 70,8 yosh bo'lgan. 70 yosh deylik. 2010-yilda 73 yosh. 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra esa, mana hozir ko'rdingiz, 73,8 yosh tashkil etyapti. Qarang, avval o'rtacha umr davomiyligi 66, keyin 70, 73, 73,8. Sekin ortyapti. 91-yilda 66 yosh, 2000-yilda 70 yosh, 2010da 73, 2016-yil oxiri, 2017-yil boshida 73,8 yoshga bo'ldi. Endi nima sababdan yildan-yilga odamlarimizda o'rtacha umr davomiyligi uzayib boryapti? Birinchi o'rinda Xudo baraka beryapti. Ilmiy tomondan yana ham tushuntiradigan bo'lsak, sekin-sekin yaxshi sharoitlar yaratib berilyapti. O'lim darajasi pasaydi. Ayniqsa avvallari bolalar va onalar o'limi ko'p bo'lgan. Mana o'zingiz ham bilasizlar, bekorga qahramon ona bo'lib 10 tani paqillatib urib qo'ymaganlar. Sababi tug'ilgan chaqaloqlar ko'pi qorindaligida, ona bola birgalikda yoki bo'lmasam tug'ilgandan keyin 1 yoshga yetib yetmay o'lib qolavergan. Nimaga? Qizamiq bo'lsa, gripp bo'lsa, chechak bo'lsa ketib qolavergan. Endilikda tibbiyot sohasida sekin o'zgarishlar bo'ldi. Onalar, bolalar o'limi kamaydi. Natijada umumiy o'rtacha yosh ortib bormoqda. Umumiy tendensiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, ayollarimiz mutlaq yetakchi. Chollanjir poylagani jo'natib borib, o'zlari kayfuyam qilib yurishadi. Mana. O'rtacha umr davomiyligida ayollarning umri erkaklarning umr davomiyligiga qaraganda biroz yuqoriroq. Masalan, o'rtacha ko'rsatkichni oladigan bo'lsak, 91-yilda ayollar o'rtacha 69 yil yashagan. Erkaklar esa 64 yil. O'shanda ikkovining o'rtacha ko'rsatkichi 91-yilda 66 yosh tashkil etgan. Ko'ryapsizmi? 69 yosh yashagan. O'sha paytda yo'q. Endi hozirgi kunda o'rtacha umr davomiyligi qancha dedik? 73,8, lekin ayollar hozir 76 yosh tashkil etyapti o'rtachasi. Erkaklarda esa 71 yosh. Shunda 73,8 tashkil etyapti. Aholi haqida gapirilganda, birinchi bo'lib aholi mehnat resurslari hisoblanadi. Mamlakatda aholini ko'p bo'lishi nima uchun kerak? Tayyor ishchi kuchi, iste'molchi, bozor, harbiy qudrat. Demak, mamlakatda aholisi aslida qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi. Xitoy mana 1,5 milliard aholisi bor. Birov mushugini pisht deya olmaydi. Sababi haddan tashqari ko'p armiyasi bor. Agar mabodo Amerikami, Germaniyami xohlagan davlat agar Xitoyga tazyiq o'tkazadigan bo'lsa, o'sha davlatdan keladigan bozorga shuni berkitib qo'yadi. Bor yo'qol BMWni, Mercedes-Benz'ni bor nemislar boshqa davlatda sot, Xitoyga kirmaysan desa, 1,5 milliardlik bozordan ayrilib qoladi. Xitoyda dunyoda yo'q nodir kritik minerallar bor. Xitoy agar o'shalarni bermay qo'ysa, deyarli hech qaysi davlat yordam bera olmaydi. Mana shunaqa holat. Endi mehnat resursi nima degani? Mehnat resursi degani ishlay oladigan, foyda keltiradigan hamda mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan aholini mehnat resurslari deymiz. Demak, mehnat resurslari deganda mehnatga yaraydigan, mehnat qilsa pul topa oladigan yoshdagi aholini mehnat resurslari deymiz. Bu erkaklarda 16 yoshdan 60 yoshgacha. 60 dan boshlab pensiyaga deydimi? Bu degani sizda bo'ldi, taningiz charchadi, ketavering degani. 16 yoshdan 60 yoshgacha erkaklarda, 16 yoshdan 55 yoshgacha ayollarda mehnat resurslari davri hisoblanadi. Xo'p.
Pensiya yoshi esa erkaklarda 60 yoshdan, ayollarda 55 yoshdan hisoblanishiga ham bu ishora qiladi. Demak, aholini yosh guruhlariga ko'ra 3 ta guruhga bo'lish imkoniyatini beradi bu tasnif. Demak, bolalar Xo'p, 0 yoshdan jahon bo'yicha 14 yoshgacha u hisoblanadi. 15 yoshdan ayrim holatlarda ishlashga ruxsat beriladi. Mehnat resurslari, ya'ni ishlaydigan, pul topadigan yosh 16 yoshdan 55 yoshgacha, erkaklarda esa 60 yoshgacha. Va keksalar bu ayollarda 55 plus, erkaklarda esa 60 plusni tashkil etadi. Endi odam bo'lgandan keyin yeydi, ishlab chiqaradi, harakat qiladi. Odamlarning mehnat faoliyati ikki katta guruhga bo'linib ketadi. Masalan, ishxonada ham hech e'tibor berganmisizlar, shunaqa odamlar bo'ladi. Ishlaydi, mehnat qiladi, olimpiadaga o'quvchi chiqaradi, zo'r dars o'tadi, zo'r tashkilotchi, tadbirlarni yorib tashlaydi, qilgan mehnatda direktor bilan zavod ko'ziga ko'rinmaydi. Maktabda bitta kalta kesak bor. Na darsini chiroyli o'tadi, na tadbir qiladi. Uni ustunlik tomoni ilonni yog'ini yalagan, tulkini iniga kirib chiqqan. Voy, direktor hazratlari, siz dunyodagi eng zo'r direktorsiz. Osmondagi yulduzlar ham sizni aqlingiz-cho'lik ko'pmas. Voy, zavod oyi, dahshat kiyinib kelibsizmi? Sizga hech kim yetolmaydi-da. Basharingizga tupurib yuborardim, odam qarab turib, "Asalim". Ana shunaqani ishi ko'zga ko'rinaveradi. Odamlarning mehnat faoliyati ham ikkiga bo'linadi. Qanaqa? Ko'zga ko'rinadigan, qo'l bilan ushlasa bo'ladigan, yesa bo'ladigan, tishlasa bo'ladigan mehnat faoliyati. Moddiy ne'mat ishlab chiqaradigan tarmoqlar. Va ko'zga ko'rinmaydigan, lekin eng katta ish qiladiganlar, nomoddiy tarmoq. Moddiy soha, nomoddiy soha deydi-yu, tushunmayotganligi eng oddiy misol shu. Moddiy ne'mat ishlab chiqarish degani, misol uchun, qo'l bilan ushlay olasiz u yaratgan narsani. Yeya olasiz, ko'ra olasiz. Mana. Ko'ra olishingiz mumkin. Lekin nomoddiy soha vakillarining mehnatini ko'rib bo'lmaydi, ushlab bo'lmaydi, hidlab bo'lmaydi. E'tibor bering. Moddiy soha nima? Nomoddiy soha nima? Moddiy ne'mat ishlab chiqaruvchi deganda, sanoat, mashina ishlab chiqarsa ko'ra olasizmi? Qishloq xo'jaligi, kartoshka, sabzi, piyoz, oshqovoq, qovun, tarvuz ishlab chiqarsa ko'ra olasizmi? Eksa, pishirsa ko'ra olasizmi? Qurilish, uy qursa, sement ishlab chiqarsa, g'isht ishlab chiqarsa ko'ra olasizmi? Demak, sanoat, qurilish va qishloq xo'jaligi bu moddiy ne'mat ishlab chiqaruvchi tarmoqlar hisoblanadi. Ya'ni bunda siz konda foydali qazilma qazib chiqarsangiz ham qayta ishlovchi sanoat yoki mana undiruvchi sanoat. Mashinalar ishlab chiqarsangiz sanoat. Oziq-ovqat mahsulotlari, kolbasa, sosiska, pishloq, makaron, oziq-ovqat sanoati. Endi siz paxta ekasizmi, g'alla ekasizmi, kartoshka, uzum yetishtirasizmi? Baribir qishloq xo'jaligi, moddiy soha. Bino quriladi. Qurilish materiallari ishlab chiqadi, bu qurilish sanoati. Demak, yaxshilab miyangizga skrinshot qilib oling. Sanoat, qishloq xo'jaligi va qurilish bu moddiy ne'mat ishlab chiqaruvchi tarmoqlar hisoblanadi. Endi nomoddiy soha vakillari esa bechoralar mana, ta'lim. Hamma ishni asli ta'lim qiladi. Hokimni o'qitadigan ham o'qituvchi,
Bankirni o'qitadigan ham o'qituvchi, lekin bankir 20 million oylik oladi, o'qituvchi 3 million oylik oladi. Boya gapda. Fan, yangiliklar, tadqiqotlar, hamma hayotga kerak bo'ladigan mexanizmlarni olimlar yaratadi, lekin chiqar o'qituvchilarni, o'qituvchilar g'o'zapoyaga javob beringlar deydi. Madaniyat. Ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab bo'lmaydi bularning mehnatini. Tibbiyot xodimlari. Demak, odamlarga madaniy hordiq chiqarishi, ta'lim olishi, tibbiy xizmatdan foydalanishi bularning hammasi nomoddiy, ya'ni moddiy ne'mat ishlab chiqarmaydigan sohalar hisoblanadi. Demak, moddiy nomoddiy deganda, ularni qilayotgan ishi qo'l bilan ushlasa bo'ladimi, yo'qmi? Endi orangda savol uchun, domla, jangda o'zingizcha haligi aldagani bola yaxshi, ta'lim. Biz bolalarga dars o'tamizku, o'quvchilarga dars o'tamiz. O'quvchilarni ko'rsa, ushlasa, hidlasa bo'ladi-ku. Garang. U o'quvchini siz ishlab chiqarmagansiz-da. O'shaning uchun biz faqat unga bilim beriladi. U berayotgan bilimini, gapirayotgan gapingizni, aytilayotgan darsni ushlab ko'rib hidlab bo'lmaydi. Bo'pti, ta'lim bo'lmasin mana. Tibbiyot. Hali dorilar bor-ku, dorilar. Tabletka bor, noshpa bor, qorin og'riqqa, haligi sifrofloksazin bor, ichib ketarga. Dorini ko'ramiz-ku, qo'l bilan ishlasa bo'larkan-ku. To'g'ri. Lekin u farmatsevtika sanoatining mahsuloti. Farmatsevtika bu tibbiyotga xizmat ko'rsatuvchisi sanoatning bir tarmog'i. Doktorlar esa tashxis qo'yadi, muolaja qiladi va ularga qarab fikr yozib beradi. Ana shuning uchun ularning ishi nomoddiy. Ularning qo'liga kelib tushadigan shprits, dori, preparatlar u farmatsevtika sanoatining mahsulotlari hisoblanadi. Endi biz mehnat yoshini ko'rdik, 16-60 yosh, 16-55 yosh. Endi ishlab chiqarish sohalarida ba'zida agar erkaklarni ham asabi tamom bo'ladi, 50 yoshdan, ba'zan harbiy sohalarda 40 yoshdan pensiyaga chiqish mumkin. Ishlayman desa, mayli, ishlab yuraveradi chiriguncha. Ba'zida sharoiti ko'taradigan bo'lsa, 16 yoshdan boshlab o'quvchilar o'qishdan bo'sh vaqtlarda ishlashlariga ruxsat beriladi. O'shaning uchun sizni 6, 7, 8 sinf o'quvchilaringiz ham domla, ustaga shogirdga tushdim deb chiqib ketaveradi. Chunki 15 yoshga to'ldimi, demak ishlashlariga ruxsat etiladi. Mehnatga yaroqlilar mamlakat jami aholisining yarmidan ortig'ini tashkil etadi. Ya'ni O'zbekistonda shu 16 yoshdan ko'p bo'lgan aholi umumiy aholining yarmidan ko'pini tashkil etyapti. Sizga savol tushib qolishi mumkin-da. O'zbekiston aholisining yarmidan ortig'i mehnat resurslariga to'g'ri keladi. Quyidagilardan xato fikr topinsa, nima bo'lishi mumkin emas. Mehnat resursi nima? Yo deyishga shoshilmang. Darsda yozib qo'yapti. O'zbekistonda mehnatga yaroqlilar jami aholining yarmidan ortig'ini tashkil etadi. Endi bizda aholi bor, mayli. Mehnat resurslari bor, mayli. Ular qaysi sohalarda band degan savol tug'iladi. O'zbekiston qadimda ketmonchilar yurti bo'lgan, qadim deganda yaqin 100 yil ichida, undan oldin ilm yurti bo'lgan. Endi shundan kelib chiqqan holatda qishloq xo'jaligida hali ham eng ko'p odam ishlaydi. Dehqonchiligim mening baxtim. Ketmon techa ko'rmasam o'lib qolaman deymiz. Demak, O'zbekistonda hali ham eng ko'p odam dehqonchilikda, chorvachilikda, umuman olganda qishloq xo'jaligida 27.3%. Deyarli O'zbekiston aholisining 3dan 1 qismi hali ham ketmon techa ko'tarib yuribdi. Bizda dasturxonimizga keladigan hamma meva, cheva, hatto nonlari ham mana shu peshona teri bilan qilayotgan soha vakillarining ishi. 27.3% eng katta ko'rsatkichcha qishloq xo'jaligi
urib qo'yaverasiz. Boshqa tarmoqlar turib tursin. Bu alohida bo'lmaganligi sababli oxirida gaplashamiz. Sanoat. O'zbekistonda sanoat 13% tashkil etadi. 13 Yevropada baxtsizlik raqami. Agar 13-sanada tug'ilgan bo'lsa, metrkasiga 14 yo 12 yozdirib oladi. Yevropada 13 raqami baxtsizlik raqami. Ana endi men sizga mana shunaqamni sanoatga moslab beraman. O'zbekistonda sanoatda band aholining 13,5% to'g'ri kelyapti. Bizda sanoatimiz qanaqa baxt keltiryapti? GM. Bizdan chiqadigan mashina o'zimizning aholimiz uchun 50 ming dollar. Xuddi shunaqa mashina Xitoyda 15 ming dollar. Ana. Yana qanaqa sanoatdan misol keltirib beray. Tefal olasiz. 1 yil ishlamagandan keyin kuyib qoladi. Zamekayna bo'ladi. Deb yo'q. Demak, Yevropaliklar bekorga 13 baxtsizlik raqami qo'ymagan ekanmi? Demak, 13,5% aholi sanoatda band ekan. 13 eslaganingizda ha deysiz, Yevropa deysiz. Ha deysiz, GM eslaysiz. 13,5% aholi O'zbekistonda sanoatda band. Savdo. Savdoda 11% aholi band. 11%. 11da nechta raqam bor? Ikkita bir bor. Savdogarlar 1/1 foyda qiladi degan gapni eshitganmisiz? 1/1 foyda qiladi. Qanaqa aytaymi? O'zi shima, erkaklar shima. Asli chevardan aldab yurib, keling endi oka qilib chevardan shimni 100 mingga olgan. Ha, dazmol shim erkaklar ishga kiyadigan dazmol shim deymiz. 100 ming so'mga chevardan aldab yurib olgan, 250 ming baho qilib qo'ygan. Siz endi aka tushib bering, endi sentabr yaqin qoldi, ishga boraylik endi, keling endi 250 demang deb turib, siz zo'rg'a yalinib yurib 200 mingga olasiz. Asli 100 minglik ishim bo'lib chiqadi u. Shunda savdogar qancha foyda qildi? O'zi 100 mingga olganda yana 100 ming foyda qilib turibdi-da. Mana 1/1 foyda qilyaptimi? Ikkita birni ko'rsangiz savdo oling. Agar aholini tarmoqlar bo'yicha bandligida savol tushib, sanoatda necha foiz aholi band desa, 5% bo'lsa kerak. Savdoda necha foiz? Bir 14-15% bo'lsa kerak desang, sochingiz to'kilib tushsin. Demak, savdogarlar 1/1 foyda qiladi. O'zimizda ham zo'r voqea bo'lganda, xullas bir 10 yil oldin uyimizda pomidor pishgan, 1000 tup ekkandik o'zimiz uchun. Haliga bankaga qamaymiz, yeymiz, salat qilamiz va hokazo. Keyin u zo'r turdan chiqib qoldi. Bella degan turdan aytganda, shunaqangi serhosil ekan, yeb yetkaza olmadik. Sotamiz dedik. Keyin dadam ikkalamiz tog'oraga solib, bir 4 ta 5 ta tog'orada bir 100 kilocha bo'ldi. Bozorga olib bordik. Endi sotishni bilmaymiz. Dadamlar menga qaraylar, Mavlaga qarayman. U yoqda savdogarlar, "Obur, mana endi dahshat, zo'r, olinglar" deb yo'lovchilarni qo'lidan tortib, ayollarning yubkasidan tortib, so'darab kelib o'zini pomidorini oldiryapti. Biz nima qilib sotishni bilmaymiz, bir-birimizga qarab, og'zimizdan o'tganligiga pomidor bor deb qo'yamiz. Xullas sota olmadik. Eplay olmadik, qo'limizdan kelmadi. O'sha paytda pomidorni kilosi 500 so'mdan edi. 500 so'm. Kechqurungacha ham sota olmadik. Keyin 330 so'mdan o'sha yerdagi sotuvchiga o'tkazib keldik. Mayli, hammasini siz olib qolavering, yana uyga olib keldik. Ertasi kuni borsam yaramas 750 so'mdan sotib o'tirgan ekan o'shani. Va mana zo'rdan dahshat, o'zimizni dala holiniki deb sotyapti. Bordimda, aka bu kecha bizni pomidor kelsa, ha bo'ldi, uka endi siz sotdingiz, endi bizga o'tib chalg'itman. Qo'shib, mana dala holiniki dahshatdan tirsillagandan, yesangiz ham tirsillaysiz deb sotyapti. Ko'rdingizmi, savdogarlar 1/1 foyda qiladi. Demak, 11% aholi savdoda band. Yaramaslar. Eng dahshati keldi, qurilish 9,5%.
bizda boshqa hududlarni bilmadim, Namanganda agar birorta ayb ish qilib qo'ysa, 9ni qo'yib qochib yubordi degan ibora bor. 9ni qo'yib qochib yubordi, bular deydi. 9ni qo'yib qochib yubordi degani, birorta yomon ish qilib qo'ydingiz, misol uchun uyda bolangiz tarelkani tushirib yubordi, qimmat tarelka edi. Shuni tushirib yuboradi, zim qochib yuboradi. Kechki payt yaxshi gapirish boshlaydi. Ona, bugun idishlaringizni yuvishib qo'yammi? Yoni kirlaringizga suv isitib beray, men ovqatga atishtirib qo'yammi? Bugun men savzi bilan kartoshkani men tozalaymi? Ha, yana nima balo qilding? Nima balo qilding deysiz. Bu tarelka sindirgan bo'ladi. O'sha nimadir ayb qilib qochib ketish, 9ni qo'yib qochib yuborish degan ibora bor bizda. Qurilishdagilar zo'rda binolarni topshirishadi. Baqir-chaqir maqtanib, "Voy, dahshat, mana bu ko'prik yo'l o'tkazgich 100 yilga xizmat qiladi" deyshadi. Shuna yomg'ir yoqqandan keyin yo'l o'tkazgich tuproq chiqib ketadi. Ko'prik qurishadi. Dahshat, bu ko'prik filni ham ko'taradi. Bitta sel kelgandan keyin ko'prik asfala safili. 10 qavatli bino qurishdi. Innovatsion bino, shunaqangi dahshat, 10 etaj, 9 etaj bu joyda bir yashaysiz. Qarasangiz, kanalizatsiyasi bir-biriga ulanmagan bo'ladi. Haligi joyda kechqurun sumalarni qo'yasiz, past etajdagi qo'shningizni tomiga oqib tushgan bo'ladi. Demak, qurilishni eslaganingizda mana shu 9 raqamini eslashingiz mumkin bo'ladi. Qurilishda 9,5% mehnatda band aholi xizmat qiladi. Ta'lim eng dahshati 8,2%. Mana bu 8ni yotqizilganini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak-a? Cheksizlik degan belgi bu. Misol uchun dunyoda qum zarrachalarini sanab bo'lmaydi. Dunyoda nechta qum zarrachasi bor desa, shunda 8 yotqizib qo'yasiz, cheksizlik. Yoki suv tomchilari nechta suv tomchisi bor desa, unga javob berib bo'lmaydi, cheksizlik. Yoki direktoringizda ahmoqlik darajasiga 100 balldan necha ball beraman desa, ball bera olmayman deysiz. Ham desa, shuni yozib qo'yasiz. Demak, bu cheksizligi asli ilm-fan ham, ta'lim ham cheksizlik bir imkoniyati. Ilm bu cheksizlik degani, lekin bizda nima qilingan aytam, gapirib o'tirmayman. O'zingiz aqlingiz yetsa tushunib oling. O'sha cheksizlik shuni qatl qilingan. 8 va 2 raqamlarini mana shunda keltirish mumkin. 8,2% aholi qaysi desam, cheksizlikni shuni kallasini olib tashlaysizlar, 2 ga bo'lib tashlaysizlar, qatl qilib tashlaysizlar. Ana o'shanda ta'limda band mehnat resurslari kelib chiqadi. Mabodo kimdir ta'limda qancha foiz aholi band desa, biz cheksizlik qatl qilganmiz. 8,2% deb o'tiraverasiz. Transport 4,8%. Hozir 4 ta odamda 8 ta mashina bor deb yodlab oling. Bitta ham mashina bo'lib ketgan. O'zi oyoqdagi tirnoq yarim qarich bo'lib ketgan. Oyoq kir. Qo'llarni urib qirmoch bosib ketgan. Soch yuvilmaganiga 1 oy bo'lgan, maqtanib, "Geligim bor meni, gelik." Veligi ham bo'lmasa kerak. Yana maqtanadi. Ana bivaydida ketyapman-da yo'l o'rtasida, bundoq qarasam, viloyatlilarni tiko mashinasi yo'l bermayapti deb, qanaqa bu? Nima yo'l bermaydi? O'zi o'sha minib ketayotgan bivaydilari kreditga olingan xotinlarni oyligidan o'tib to'laydi. Bitta ham mashina bo'lib ketgan hozir. 4 ta odamda 8 ta mashina bor deb yodlab olasiz. Demak, transportda 4,8% mehnatda band aholi xizmat qilmoqda. Sog'liqni saqlashda 4,5%. 4,5%. 4,5%. Buni nima deb o'rganamiz? Ko'payishdingiz, turmush o'rtog'ingiz bolali bo'ldi. Bu erkaklar uchun tegishli. Ayollar yana o'ylamang,
Ya, men erim raddomda yotib, men yotganmanmi, erim yotganmi deb o'ylamaymiz. Erkaklar nuqtai nazaridan aytyapman. Turmush o'rtog'ingiz bolali bo'ldi. Raddomga borib, bolangizni olib chiqadigan kuni shundoq mana chehralar turgan bo'ladi. Hozir mana mazkur shu chehralarni chizib beraman. Sevinchik kerak bularga. Ha. Mana. O'zi bitta vrach tug'dirgan. 4 ta 5 ta bo'lib chiqib olishadi mana. Mana qo'lni cho'zib turibdilar mullajiringa. Atayin o'sha kuni anaqasi bor xalat kiyib kelishadi. Cho'ntagi ko'pgina xalat kiyib kelishadi. Demak, to ko'radigan bo'lsangiz, ana. Mana cho'ntaklari ham bor hammasida. Atayin cho'ntagi ko'pidan kiyib chiqishgan. Eng dahshatlisi shu chiqdi. Demak, borsangiz 4 ta 5 ta bo'lib chiqib olishgan bo'ladi. Siz kimsiz? Men Farrosh edim deb. Farroshni mana qiziman, men xotinimni tug'ishiga desa, men yeri tozalaydim deb. Hamma joy qon bo'lib ketdi. Ha, bo'pti, mayli. Siz kimsiz? Men glavvrachman, mayli. Siz kimsiz? Men medsestraman, qaraganman. Siz kimsiz? Qorovul. Bola bormi? Nima xalat kiyib oldingiz? Yo'qoli so'nch pul olaman deb turib, qorovul mana endi medsestraman deb kiyib olgan. Aka, xalat kiyib olibsiz, kalpachoq kiyib olibsiz, soqolni bekitishdan chiqib maska kiymoqchi edim. 4 ta 5 ta bo'lib chiqib olishadi. Demak, xuddi shunga singari O'zbekistonning sog'liq saqlashda 4,5% aholi bandligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mabodo attestatsiyada mana shunaqa tushib qolsa, qolgan 21% boshqa sohalar. Demak, bitta takrorlab beramiz. Oson. Mana birgalikda ko'rdik. O'zbekistonda 27,3% aholi qishloq xo'jaligida band. 13,5%, 13 raqamini eslang, haligi Yevropadagi son. Sanoat 11%, birga bir foyda qiladi. Savdo 9ni qo'yib qochib yoradi. Qurilish cheksizlik qatl qilib tashalgan. 8,2. Ta'lim 4 odamda 8 ta mashina bor. 4,8. Transport raddomga borsangiz 4 ta 5 ta bo'lib chiqib olishadi. 4,5%. Tibbiyot. Shu 4 ta raqamni yodlayapman necha yildan beri. Hech mos raqam esimga tushadi. Siz attestatsiyaga kirsangiz, jonimgacha qo'zg'aladi. Ko'rgim kelmaydi degandan ko'ra ozgina miyani ishlatsa, bemalol yodlasa bo'ladi. Demak, O'zbekistonda mehnatda band aholining iqtisodiyot tarmoqlariga taqsimlanishi xuddi mana shunday holatda bo'ladi. O'zbekiston aholisining jinsiy tarkibi. Jinsiy tarkib deganda erkaklar va ayollar ulushini ko'rishimiz mumkin. Endi Ikkinchi jahon urushi paytida, endi o'ta dahshatli davri, Ikkinchi jahon urushi tufayli 1945-yildan 60-yilgacha bo'lgan muddatda erkaklarning soni ayollarga qaraganda ancha kamayib ketib qoladi. Urushda o'lgan, o'lmagan bo'lsa ham bedarak yo'qolgan yoki yaralanib o'sha joylarda qolib ketgan. Demak, nechinchi yillarda O'zbekiston aholisi soni tarkibida ayollar ko'p bo'lgan desa, 45-60-yillarda ayollar ko'p bo'lgan. Xususan 59-yil, xuddi mana shu 45-60 tarkibiga kiradi bu yil ham. Mana 60-yildan 1 yil oldin 59-yilda
ayollar 52% tashkil etgan. Tamam. Erkaklar umumiy aholisi tarkibida 48% tashkil etgan, xolos. Chunki biz ko'rdikki 1939-yilda O'zbekiston aholisi 6,4 million kishi edi. 1950-yilga kelganda 6,3 millionga tushib qolgan. Chunki ana bu Ikkinchi jahon urushi davrida o'zi deyarli 100 ming kishiga aholimiz kamayib ketgandi. Va ular albatta 99.9% erkaklar bo'lgan. Hozirgi kunda erkaklar va ayollar soni o'zaro tenglashib ulgurdi. Lekin shu narsaga hech to'g'risi ishona olmayman-da ba'zida. Bozorga borsang, oshxonaga kirsangiz xotinlar egallab olgan. Kravat kursilarda chordalarini qo'yib olib, soqolli xolalar o'tirishibdi. Qorinqat, qudam bilan. Mashina ham haydab yuribdi-da ko'chada. Sotaroshxonaga kirsang ham xotinlar o'tiribdi. Shu mo'ylabim oldirib kirdim-da, shu odam yo'ligidan oldirib olmoqchi edim. Oshxonaga kirsangiz xotinlar, bozorga kirsangiz xotinlar, do'konga kirsangiz xotinlar, sotaroshxonaga kirsangiz ham xotinlar-da. Lekin darslik bo'yicha deyarli tenglashib qoldi. Biz aholi haqida o'tganimizda yosh jins piramidasi degan tushunchani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Bu yosh jins piramidasi degan nima degani? Odatda yosh jins piramidasini bir tomoni erkaklar, ikkinchi tomoni ayollarni bildiradi. Nimasini bildiradi? Ostki qismida yozilgan raqamlar nimadir ko'rsatkichni ifodalaydi. Masalan, aytib qo'yibdiki, aholining yosh jins tarkibi million kishi hisobida deb qo'ygan. Million kishi hisobida. Masalan, bitta sinab ko'ramiz. O'zbekistonda 4 yoshgacha bo'lgan erkaklar tomonidan ko'ra, mana 4 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar 1,5 turibdi. 1,5 million kishiga teng ekan. Demak, o'sha yosh bundoq chiziq tortib kelasiz. Mana 4 yoshgacha bo'lgan bolalar 1,5 millionta o'g'il bola bor ekan. 0 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan qizlar ham deyarli 1,5 millionta ekan. 3 millionta, demak, O'zbekistonda 4 yoshgacha bo'lgan bolachalar bor ekan. O'g'il bolalar ham 1 million, qiz bolalar ham 1 million. Endi domla nimaga mana har xil, mana eti sariq, mana eti ko'k, mana qizil, nima hammasiga qiynashadi desangiz, bu sizni yana ham oson. Nimani bildiradi? Xo'p. Sariq mehnatga yaroqli yoshgacha bo'lgan bolalar, ya'ni mana uni qarang. 0 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar sariqda berilgan. Qarang, 0-4 yosh, 5-9 yosh, 10-14 yosh. Ko'k mehnatga yaroqli aholi, ya'ni 15 yoshdan ayollarda 55 yoshgacha, erkaklarda 60 yoshgacha bo'lgan. Mana shu oralar. Ko'ryapsizmi mehnat resurslari? Endi qizil mehnatga yaroqli yoshdan kattalar, keksa aholi. Mana ayollarda 55 dan boshlangan, erkaklarda 60 dan boshlangan. Ko'rdingizmi? Va u yog'i 85 plus qilib qo'yilgan. Demak, yosh jins piramidasida ayrim ranglar ma'lum ma'noni bildiradi. Agar siz uni zo'r tushunib olsangiz, yaxshi bo'ladi. Endi bundan men o'rgatadigan narsam nima? Tasavvur qiling. 0 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolachalar ichida o'g'il bolalar 1,5 million. Qiz bolalar ham 1,5 million ekan. Lekin nimagadir o'g'il bolalar tomonga yashil rang bilan qo'shimcha nimadir berib qo'ygan. Yashil rang bilan. Bunga ko'radigan bo'lsak, yashil rang aholi jinsiy nisbatidagi tafovut, ya'ni qaysi jinsdagilar tomonidan o'sha yashil rang turgan bo'lsa, o'shalar ko'proq degani, ya'ni 4 yoshgacha bo'lgan bolalar ichida o'g'il bolalar qizlarga qaraganda ko'proq degan ma'noni bildiradi.
Hop. 5 yoshdan 9 yoshgacha mana deyarli 1,5 bilan 2 million orasida turibdi. 1,7 million o'g'il bola bor ekan. Hop, qizlarni ko'ramiz. 5 yoshdan 9 yoshgacha deyarli bu ham o'sha 1,7, 1,6 million atrofida turibdi. Lekin o'g'il bolalar tomonini ko'radigan bo'lsangiz, yashil rang qo'yib qo'yilgan. Bu degani o'sha 0 yoshdan 4 yoshgacha, 5 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar qiz bolalarga qaraganda ko'p. Nimaga desangiz, o'zida qorinni tekshirtirishadi. Menga o'g'il kerak deb turib qizni vich oldirib tashlashaveradi. Ham gunoh, ham qonuniy jihatdan bu yomon, ham odamgarchilik chegarasidan chiqib ketadi. To'g'ri, hammaning shaxsiy ishi, lekin men olganda aytyapman. O'g'il bolalarning sonini ko'pligi tasodif emas ba'zida. Maxsus shashlik yeyishadi, men o'g'il ko'rishim kerak, shashlik. Yo bo'lmasam dori ichishni boshladi. Dadasi deb. Demak, o'shaning uchun 9 yoshgacha bo'lgan bolalarning ichida o'g'il bolalar ko'proq. Endi 10 yoshdan 14 yoshgachadan to 24 yoshgacha bo'lgan oralig'ida tenglashib qoladi. Nimaga tenglashib qoladi desa, o'g'il bolalarning immuniteti qizlarnikiga qaraganda kamroq bo'ladi. Shuning uchun odatda shu 10 yoshdan 20 yoshgacha, 24 yoshgacha bo'lgan oralig'da o'g'il bolalar kasal bo'lib qoladi. O'yin qarori qilib to'p o'ynayman deb asfalt yo'lga chiqib ketib qoladi. Natijada qiz bolalar bu orada ozgina yetishib qoladi soni. Demak, 10 yoshdan 14 yosh, 24 yoshgacha bo'lgan yoshda o'g'il bolalar ham, qizlar ham deyarli tengligini ko'rishimiz mumkin. Chunki qizlar tomonda ham, o'g'il bolalar tomonda ham yashil rang yo'q. Demak, ikkalasi teng degani. Ayollar boshlandi mana. 25-29 yoshdan boshlab mutlaq faqat ayollar tomonda ustunlik. Nimaga desa, ayollar nimaga 25 yoshdan boshlab umumiy aholi tarkibida ayollar ko'proq uchraydi deyilsa, erkaklar og'ir ish qiladi, Rossiyaga ishlagani ketadi, Qozog'istonga ketadi, O'zbekistonda ishlagan taqdirda ham og'ir ishlari erkaklar qiladi. Erta charchaydi, erta tanasi qariydi, asablar tamom bo'ladi, kuch tamom bo'ladi. Kasallikka chalinish moyilligi erkaklarda kuchliroq bo'ladi. Ayollar deb yig'lab chiqarib yuboradi. Lekin erkaklarda bu hech kimga yig'lay olmaydi, ayta olmaydi, natijada kasallikka moyillik ortib ketib qoladi. Demak, bu yosh jins piramidasidan nima savol tushishi mumkin? Savol tushishi mumkin bo'lgani bir. Necha yoshgacha bo'lgan bolalarda o'g'il bolalar salmog'i ko'p? Mana. Birinchi savolda 0 yoshdan 4 yoshgacha, 5 yoshdan 9 yoshgacha umuman olganda 0 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar tarkibida o'g'il bolalari salmog'i ko'proq. Ikkinchi savol. Necha yosh oralig'idagi bolalar, erkak o'g'il bolalar va qiz bolalar soni teng? 10 yoshdan 24 yoshgacha teng. Necha yoshdan boshlab ayollar umumiy aholi tarkibida ko'proq desa, ayollar 25-29 yoshdan boshlab ayollarning umumiy salmog'i aholi tarkibida ko'payib boradi. Siz buni to'liq yodlay olmasangiz ham tushunib oling. Sababi sizga boshqa yosh jins piramidasi shunaqa shakldagini bersa, o'ylang, fikrlang. Ha, demak, bu tomon erkaklar ekan, bu ayollar ekan. Ostidagi raqamlar ma'lum sonni bildirar ekan. Masalan, 45-49 yoshli erkaklar O'zbekiston aholisi tarkibida deyarli 500,000 ta, xuddi shunaqa 45 yoshdan 49 yoshgacha erkaklar bor ekan. Xo'p, ayollar ozgina ko'proq ekan. Demak,
o'rtacha bir 600 mingtaga to'g'ri kelyapti. Demak, ayollar ko'p ekan deb tahlil qilishni o'rganing. Keyin ikkinchi yana bir tahlil. Agar mana shu piramidani ostiga qarasangiz, ostki qismi katta, mana qarang, piramidani osti katta. Yuqori qismi kichkina bo'lsa, bu rivojlanayotgan davlatni bildiradi. Ya'ni rivojlanayotgan, sal kamroq rivojlangan davlatlarda tagi katta bo'ladi, ya'ni bolalar ko'p bo'ladi. Mamlakat qancha rivojlangani, puli ko'paygani sari odamlar bosar tushsa bilmay qoladi. Mana Yevropani qarang. Bir kishimga yig'laydi, kuytin tozalash kerak. Vaqtimni sarflayman, umrimni sarflayman. Dubayga boraman, Parijga boraman, Buyuk Xitoy devoriga, Niagarani ko'raman deydi-da. Tug'maydi. Natijada bola kam. Bolalar kam bo'lgandan keyin piramida teskarisimon ko'rinishga ega bo'ladi. Rivojlangan davlatlarda yosh kattalar salmog'i ko'p, bolalar salmog'i kamroq bo'ladi. Piramida ostki qismi kichkina bo'ladi. Katta bo'lishadi, qarishadi, 70-80 dan o'tishadi, itga ham keraklari yo'q, farzandlari bo'lmagan, xohlashmagan, qariyalar uyda ko'chaga qarab o'tirishadi. Nima yomonlik qildim? Nima zarar berdim deb o'tirishadi. Demak, agar piramidani ostki qismi katta bo'ladigan bo'lsa, bu rivojlanayotgan, u hali farzanddan umidi katta, bittasi doktor, bittasi shifokor, doktor bilan shifokor bitta-ku, yo'q, bittasi shifo beradi, bittasi faqat dori yozadi. O'shaning uchun doktor va shifokor degan ikki xil tushuncha bor. Yaxshilab bilib olinglar. Shunaqa doktorlar bor-da. Xullas, lirik chekinish Ulug'bek Hamdamni Muvozanat degan romani bor. Muvozanat. Shunaqangi darajada zo'r kitob, hammangizga tavsiya beraman. Moddiy hayotni tanlaganim yaxshimi yo ma'naviy hayotni tanlaganim yaxshimi deb Yusuf degan kitobning bosh qahramoni tanlay olmay qoladi. Ana shuni hayot haqida yozilgan kitob. O'shanda xullas Yusufni farzandi Muhammadjon kasal bo'lib qoladi. Kichkina go'dak bola. Andijon viloyati Marhamat tumani, u 97-yildagi voqealar asosida yozilgan. Keyin haligi Yusuf doktorga aytadiki, doktor nima qilsangiz qiling, mana shu bolam tuzalsa bo'ldi deydi. Doktor aytadiki, qatorasiga dori yozaveradi. Bilasiz, o'sha 96-97-yildan bilasiz, O'zbekistonda ocharchilik bo'lgan. Odamning nonga puli yo'q, donga puli yo'q, u dori olish kerak. Dori yozaveradi, kundan kunga haligi chaqaloqni hayoti og'irlashadiki, kasalligi ortsa hech tuzalmaydi. Borlarni sotib bo'lishadi. Hatto uylardagi sigirni ham sotishga majbur bo'lishadi-da. Keyin Yusuf oxirgi bor pulini ham o'sha sarflab dori olib keladi. Keyin yana tuzalmaydi. Doktor aytadiki, yana bitta dori bor deydi. O'ta qimmat. Faqat bitta do'konda bor. O'shani olib kelsangiz, o'sha dori bo'lishi mumkin, xolos deydi. Bo'ldi deydi. Yusuf dadasi Odiljon bilan kelishib, maslahatlashib, qarz havola qilib, o'sha qimmat dorini olib kelishadi, doktorga berishadi, lekin bola tuzalmaydi. Keyin shunaqa bo'ladiki, haligi chaqaloq nimaga, Muhammadjon nimaga tuzalmayapti? Shuncha dori olib berdim, bor budimni sarfladim, nimaga tuzalmayapti deb turib, haligi orada shifokor doktorxonasiga kirib bitta itarib yuboradi Yusuf, haligi doktorni. Doktor chalaqachasiga borib bir urilib, haligi tompichka borib, doktorxonasining ichida tompichkaga borib urilganda tompichkaning ichidan Yusuf olib bergan hamma dorilar chiqib keladi. Qars borib urilgan tompichkani og'zi ochilib ketadi. Haligi shkafchaning ichidan o'sha hamma bor budi, oilasini puli, sigiri puli, hamma narsani puliga sotilgan, olingan dorilar qilmagan ekan o'shancha payt. Dorilarni bu apteka bilan kelishib olib, aptekaga borib dori olaveradi, bu dorini olib aptekaga olib boraveradi. Shunday qilib turib, aylanba qilaverib odamni sog'ar ekan shifokor, doktorlar. Ana o'shandan keyin shunaqangi tumshug'ini tagiga qarsillatib soladi Yusuf, kech bo'ladi-da. Aytmoqchimanki, o'shaning uchun ham doktor
va shifokor degan tushunchalarga adashib qolmang. Shifokor shifo ulashadi. O'shaning uchun siz o'zingiz agar turmush o'rtog'ingiz, oila a'zosi yoki bolangiz ham men doktor bo'laman desa yo'q deng. Sen shifokor bo'lgin. Xo'p degin, katta bo'lsang tushunasan deysiz. Lirik chekinish ketdi. Bu yog'i yana aholi haqida gaplashamiz. O'zbekiston aholisining milliy tarkibi. Milliy tarkib deganda qanaqa millat vakillari bor, kimlar yashaydi o'zi, o'shalar haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib 1989-yil ma'lumotlariga ko'ra, ya'ni mustaqillikdan oldin bizda qaysi millat vakillari ko'p bo'lgan? O'zbeklar 71%. Demak, umumiy aholini 71.5% o'zbeklar tashkil etgan. Xo'p, ruslar 8.2% rus millat vakillaridan iborat bo'lgan. 8.2. Tojiklar 4.5%. Qozoqlar 4%. Qoraqalpoq 2% bo'lgan. Qoraqalpoqlar 2%. Boshqa millat vakillari 9.8% tashkil etgan. Endi nima uchun tojik va qoraqalpoq millati vakillarini yashilda yozdim, qolgan millatlari puchtida yozdim? Sababi 1989-yilda agar ruslar 8.2% tashkil etgan bo'lsa, mustaqillikdagi ruslar ketib oldi. Жалко жизнь, жалко, не русское говорит, deb qochib ketib olishdi. Ruscha gapirmasak nima qilamiz bu joyda deyishdi-da. O'zbekiston mustaqillikka erishgandagi ruslar 2.3% gacha tushib qoldi. Mana, kamaygan. 8% edi, umumiy aholi tarkibi 8.2% edi. 2017-yilgi ma'lumotlarga ko'ra 2018-yil ma'lumotlari 2% ga tushib qoldi. Kamaydi. Qozoqlarni qarang. Qozoq millati vakillari mustaqillikdan oldin 4% edi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin qozoqlar Qozog'istonga chiqib ketib qoldi. 2.5% ga tushdi. Ruslar 8% dan 2.3% ga tushdi. Qozoqlar 4% dan 2.5% ga tushdi. Endi tojik millat vakillari esa 4.5% dan 4.8% gacha ko'tarildi, ya'ni ko'paydi. O'shaning uchun yashilda qo'ydi. Qoraqalpoqlar. Qoraqalpoq millati vakillari 2% dan 2.2% gacha ko'paydi, ya'ni qoraqalpoq millati vakillari ham ko'paydi. Sizga qanaqa savol tushishi mumkin? O'zbeklar esa 71.5% dan 84% gacha ko'payganini ko'rishimiz mumkin. Demak, sizga qaysi millat vakillari ko'paydi, qaysi millat vakillari kamaydi deb savol berish ehtimoli yo'q emas. Demak, xo'p, ko'paydi. Ko'paydi. O'zbeklar demak 71.5% dan 84% gacha ko'paydi. Tojiklar 4.5% dan 4.8% gacha ko'paydi. Qoraqalpoqlar 2% dan 2.2% gacha ko'paydi. Demak, bular ko'paygan. Endi ozaygan, ya'ni kamayib ketgan millat vakillari ham bor. Mana yaqqol misol ruslar. Ruslar 89-yilda 8.2% dan demak 2.3% gacha tushib qolgan. Qozoq millati vakillari 4% bo'lgan mustaqillikdan oldin. Hozirgi kunda esa qozoqlar 2.5% tashkil etyapti. Qozoqlar, ruslar kamayib ketdi. Demak,
boshqa millat vakillari, umuman boshqa hamma millat vakillari 9,8% bo'lgan. Hozir esa ular ulushi atigi 4,2% tashkil etadi. Mana shunaqa ko'rinishda tushib qolish ehtimoli yo'q emas. Endi nima sababdan o'zgarishlar bo'lyapti? O'zgarishlar sabablari nima? Turli millat vakillari tomonidan tug'ilish turlicha ko'rinishda bo'ladi. Masalan, tojiklar, o'zbeklar, qoraqalpoqlarda tug'ilish me'yorida. Ruslar esa birinchidan tug'ilish ularda kam, ikkinchidan ko'p Rossiyaga ko'chib ketib qolgan. Tug'ilish bo'lishi mumkin. Migratsiya hisobiga sezilarli o'zgarishlar bo'lgan. Sezilarli o'zgarishlar nimada kuzatilyapti? Demak, ko'chib ketib qolgan. Bo'ldi, mustaqil bo'ldingmi? Ha. Qozoqlarga Qozog'istonmi? Ha, ketdim Qozog'istonga. Rossiyaga Ruslar ketyapti, ketdim mana deb ketgan. Migratsiya hisobiga asosiy bo'lyapti. O'zbeklar demak 71 dan ko'tarilib 84% gacha ko'paydi. Undan tashqari qoraqalpoq hamda tojiklar salmog'i ham oshdi. Bu milliy tarkibdagi o'zgarishlar edi. Diniy tarkib. O'zbekiston diniy tarkibiga ko'ra eng asosiy qismi 10 dan 9 qismini musulmonlar tashkil etadi. O'zbekiston aholisi tarkibida qariyb 90% aholi islom diniga, islom dinining sunniylik mazhabiga e'tiqod qiladi. Mana. Demak, savol tushsa, mana shunday holatda javob berishimiz mumkin. Xo'p, aholi haqida gap ketganda, endi aholi qayerdadir yashash kerak-da. Bo'mishga o'xshab ko'chada yashamaydi-ku. Aholini yashaydigan, u istiqomat qiladigan hudud aholi punkti deyiladi. Qadimda medpunkt, yo bo'lmasam nimadir punktlar bo'lgan-ku, xuddi o'shan singari punkt degani nuqta, yashash joy, to'plangan joy ma'nosini bildiradi. O'zbekistonda 2019-yil ma'lumotlariga 119 ta shahar bor. Shahar. Shahar nima edi? Shahar o'ziga yarasha qoidasi bor. Chiroyli bo'lsa, binolari ko'p bo'lsa, baland bo'lsa shahar deyilavermaydi. Agar aholisini soni 7000 kishidan ko'p bo'lsa shahar deymiz. Aholisi ko'p va aholisining 3 dan 2 qismi qishloq xo'jaligi bilan umuman aloqador bo'lmagan sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida band bo'lgan aholi yashasa, uni shahar deymiz. O'zbekistonda shunaqa nechta shahar bor ekan? 119 ta. Demak, O'zbekistonda 119 ta shahar bor. Aholisi 7000 taga yetmagan, lekin tobora rivojlanib borayotgan, aholisi 2000 dan ko'p bo'lgan aholi punktlarini shaharcha deymiz. Shaharcha. Nechta shaharcha bor ekan? 1071 ta. 1071 ta. Siz 10 yoshsiz. O'zbekistonda erkaklarning o'rtacha umr davomligi 71 yosh. Demak, 1071 ta shaharcha mavjud ekan, 71 ta. Qishloq va ovullarning soni esa 11000 tani tashkil etadi. Ovul nima desa, ovul degani asosan Qoraqalpog'iston tomonda bo'lishi mumkin. Chodirlari bor, o'tov deymiz biz. Va uylar juda ham siyrak, u yerda, bu yerda bo'lgan juda ham siyrak aholi istiqomat qiladigan chodirlari bor joyni ovul deymiz. Hozir anig'ini o'sha joyda yashaydiganlardan so'ramiz. Xo'p, hurmatli qoraqalpog'istonlik ustozlarimizdan kim bor? Ovul degani asli nima? Men tushuncham bo'yicha aytdim, borib ko'zim bilan o'sha joyda aynan ovulida yashab ko'rmaganman. Kim bor? Ovul nima degani? Shunday deyilgan, bizga ham domlalarimiz shunday deyilgan. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovul bunaqa yashashmi? Qora uylarda, o'tovday.
Xuddi shunaqa o'sha oramizda qoraqalpog'istonlik ustozlar bormi? Oy, uxlamasdan 5 minut uyqudan voz keching. Allo, Assalomu assalomu alaykum. Va alaykum Assalomu assalom. alaykum. Va alaykum assalom. Aytib Avul yuboringchi, o'g'il nima? Assalomu alaykum. avul keng joyda, mana yaylov joylarda har joyda uy bo'ladi-ku. O'sha yilgi Kappa qo'shni bilan yashash qo'shnini avul. orasi uzoq bo'lishi kerakmi? Ha, shunday bo'ladi avul. Ha. Bizni tasavvurimiz shunday endi. Lekin chodir emas. Ha. Lekin Nima chodir chodir emas. bo'lmasa? Chodirda Uy bo'lishi yashaydi. ham mumkinmi? Uy albatta uy bo'ladi, biroq qari uy emas. Ha. Unday qari uylarda jasaydigan qozoqlarda bo'ladi, jaylovlarda. Ha, Qoraqalpog'istonda yashaydigan qozoqlarda bo'ladimi ko'proq? Yo'q, Qozog'istonning o'zida jaylovlarda shunday qari uylarda jasaydigan ovullar bo'ladi. Al bizlarda joy, qadimgi joyda jasaymiz, biroq qari uyda emas. Ha, rahmat. Yashang. Mana yana ham aniqroq kiritib oldik. Bizdagi qishloqlar bor-ku, o'sha betondan qilingan yoki g'ishtdan qilingan qishloqlarda Qoraqalpog'istondagi qoraqalpoqcha nomi ovul ekan. Demak, hozirgi kunda aynan unaqa o'tovlarda yashab, ichkari qismiga ilonlar kirib ketib, "Vaydak!" deb yugurib chiqadigan ovul emas ekan u. Hozirgi kunda demak rivojlanganroq holatdagi qo'shni bilan qo'shnining orasi uzoq bo'lgan yaylovdagi joylar ekan. Xo'p, endi O'zbekistonda hozir 119 ta shahar bor dedik-a. Lekin 20-asr boshlarida, ya'ni 1900-yillar boshida O'zbekistonda 20 ga yaqin 20 ta shahar bo'lgan xolos. 20 ta. Endi xo'p, mana qanaqa ma'noda? Eng asosiy shaharlar qadimda O'zbekistonda hunarmandchilik, savdo va hokazolar natijasida Samarqand, Qo'qon, Buxoro, Xiva, Toshkent kabi aholi punktlari qadimdan bizda shahar maqomida bo'lgan. Hatto mana bu Samarqand shahrini 2750 yilligi nishonlangan. Xivani ham deyarli 2700 yillik nishonlanganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Bular qadimiy shaharlar. 20-asr boshida O'zbekistonda atigi 20 dona shahar bo'lgan xolos. Endi Samarqandni aytdik-ku 2750 yil deb. Ibn Battuta degan marokashlik olim bor. Eslasangiz, Ibn Battuta xo'p, Sahroi Kabirning g'arbiy qismlari, Niger daryosining yuqori oqimidan o'rta oqimiga qadar, Nil daryosining havzasi, Afrika materigining shimoliy va sharqiy sohillarini o'rganganda, to'g'rimi? Domla Ibn Battuta Afrikani o'rganganmi? Yo'q, Samarqandda Ibn Battutani gapirib o'tiribsiz desangiz, gapni oxirigacha eshiting. Ibn Battuta 20 yildan ortiq vaqtini, umrini o'sha paytdagi 13-14-asrlardagi musulmon davlatlarni aylanib chiqish, kezib chiqishga bag'ishlagan. Masalan, mana bu Yevrosiyo deydigan bo'lsak, cho'chqachaga o'xshaydi mana. Dimchalari bor, Kamchatka yarim oroli, mana Skandinaviya yarim oroli, mana Moskva cho'chqachaning ko'zi, mana Pirene yarim oroli burni, mana Italiya, mana tishlar bo'lmaydi. Mana shu Yevrosiyo. Endi Afrika mana. Mana cho'chqachani yema. Xo'p, Ibn Battuta Marokashdan chiqqan arab sayyohi, arab tilida gaplashadi marokashliklar, mana o'rganib turib, bizning hududimizdan ham o'tgan va Sharqiy Turkistongacha yetib borgan. Xuddi Ibn Battuta mana shu sayohati davomida Samarqandga va Xorazmga tashrif buyuradi. Endi Qoraqum cho'lidan o'tib birinchi bo'lib kelgan shahri Xorazm. O'shaning uchun Ibn Battuta Xorazm haqida gapiradiki, qani Xorazm haqidagi Ibn Battutani gapi? Faqat Samarqandni qo'yib qo'yibman. Mayli. Xorazm haqida gapiradiki, aytadi. U
Xorazm katta, muhim, chiroyli va ulug'vor shahar bo'lib, shaharda hayot qaynaydi. Aholisi shunchalik ko'pki, mavjlanib turgan dengizni eslatadi deb turadi. Mavjlanib turgan dengiz. Xorazm deb aytilgan va shahar deb aytilgan. Hozirgi kunda Xorazm bu viloyat, lekin o'sha paytda Ibn Battuta shunaqa deydi. Biz sahroni kesib o'tib, turkiylarning g'oyat katta shahri Xorazmga keldik deydi. Demak, sahroni birinchi kesib o'tgandagi shahar qaysi bo'lyapti? Qoraqum cho'lidan, Turkmanistondan o'tiboq Xorazmga kirgan. Aytyapti, biz sahroni kesib o'tib Xorazmga keldik. Bu turkiylarning katta, muhim, chiroyli, ulug'vor shahri bo'lib, ajoyib bozorlari, keng ko'chalari juda ham ko'p. Imoratlari jozibador, ko'rkam joylari bor. Shaharda hayot qaynadi, aholisi shunchalik ko'pki, mavjlanib turgan dengizni eslatadi. Demak, dengiz desa, mavjlanib turgan desa, sahrodan o'tdik desa, Xorazm haqida gapirayotgan bo'ladi. Xorazmdan so'ng ular Samarqandga o'tishadi. Ibn Battuta Samarqand haqida aytadiki, bu juda yirik, g'oyatda go'zal shaharlardan biridir. Daryo qirg'og'ida shunday ulkan saroylar va binolar qad ko'tarib turadiki, ular Samarqand aholisining yuksak mahorat sohibi ekanligidan dalolat beradi va Samarqand shahri Voha al-Qassirin daryosi yaqinida joylashgan. Voha al-Qassirin. Qassirin deganda bu o'sha qasr, ya'ni shahar ma'nosini nazarda tutgan. Ya'ni shahar yaqinidan o'tgan daryo deb turib, Zarafshon daryosini nazarda tutadi. Zarafshon daryosini nima deb aytgan ekan? Zarafshon daryosini Ibn Battuta Voha al-Qassirin daryosi deb aytgan ekan. Bu hozirgi Zarafshon shahri yaqinidan o'tadigan, kechirasiz, Samarqand shahri yaqinidan o'tadigan Zarafshon shahridir. Endi bir-birisidan qanaqa qilib ajratib olamiz desa, Samarqandga Amir Temur nima degan? Samarqand qayerni poytaxti bo'lgan? Samarqand Temuriylar davlati, Turonning poytaxti Samarqand bo'lgan va Amir Temur aytadiki, agarda bizning qudratimizga shubha qilsangiz, biz qurdirgan binolarga qarang deydi. Demak, Ibn Battuta ham mana pampersini ho'llab qo'yapti. Osmonga qarab bo'yni qiyshayib qolyapti. Va, ulkan saroy binolari bor ekan, bay dedimi? Tamom Samarqand bo'ladi. Voha al-Qassirinni bo'yida joylashgan ekan, dedimi? Samarqand bo'ladi. Dengizga o'xshaydi, dengizga desa, galing, geldingizmi, xush geldingiz, ova deb yurgan Samarqandlik Xorazmliklarni u dengizga o'xshatib yubordi. Endi O'zbekistonda yuqorida aytib o'tilgandek 119 ta shahar, 1071 ta shaharcha va 11 mingdan ortiq qishloq va ovullar mavjud. Shahar maqomini olish uchun aholi punktining aholisi 7000 kishi va undan ko'p bo'lishi kerak. Va ularning eng kamida 3 dan 2 qismi qishloq xo'jaligi bilan aloqador bo'lmagan ishchi va xizmatchilardan iborat bo'lishi lozim. Shaharcha turmush tarzi bo'lishi shart. Xo'p, O'zbekistonda 119 ta shahar bor ekan, hammasi bir xil maqomga ega emas-ku. To'g'rimi? Yo Toshkent shahri bilan Kattaqo'rg'on shahrini solishtirsa bo'ladimi? Navoiy shahri bilan Gazli shahrini solishtirsa bo'ladimi? Yo'q. O'zbekistonda bilamizki, bo'ysunuviga ko'ra shaharlarni 3 ga bo'ldik. Birinchi bo'ysunuv respublikaga bo'ysunadigan shahar, aholisi 1 million kishidan ko'p bo'lsin. Yagona Toshkent shahrini soqib keldi. Ikkinchisi, Qoraqalpog'iston Respublikasi yoki viloyatlarga bo'ysunadigan shahar. Bularda aholi eng kami 30 ming bo'lishi kerak. Uchinchisi, viloyatlarning ichidagi tuman hokimiga bo'ysunadigan, tumanga bo'ysunadigan shaharlar. Masalan,
Uchqo'rg'on tumanining markazi Uchqo'rg'on shahri. Boysun tumanining markazi Boysun shahri. Do'stlik va hokazo. Xom kalla mikrofonni o'chir. Endi bu aholisi kamroq bo'ladi. 7000 kishidan ortsa bo'ldi albatta. Demak, mana shunaqa holatda. Endi bu bo'ysunuviga ko'ra hokimi kimga bo'ysunadi? Bo'ysunuviga ko'ra 3 ga bo'ldik. Endi aholisini soniga ko'ra klassifikatsiya qilamiz. Demografik tasnif qilamiz aholi soniga ko'ra. O'zbekistonda aholisi agar 100 ming kishidan ko'p bo'lsa, katta shahar deymiz. Qanaqa shahar? Katta shaharda men 100 ming dollardan ko'p pulim bor deydi-yu. Katta shahar bo'lish uchun 100 ming kishidan ko'p. Yirik shahar bo'lishi uchun aholisini soni 250 ming kishidan ko'p bo'lishi kerak. 250 ming. Endi qarang. 249 ming kishi bo'lgan taqdirda ham katta shahar bo'ladi. 249 ming 999 ta bo'lsa ham katta shahar bo'ladi. Xo'p. 500 ming kishidan ko'p bo'lsa juda yirik shahar deyiladi. Juda yirik 500 ming. 499.999 kishi bo'lsa ham, 499.999 ta bo'lsa ham yirik shahar deymiz. Qachonki 500 mingdan ko'p bo'lsa yirik shahar, juda yirik shahar deymiz. O'zbekistonda 2 dona juda yirik shahar bor hozir. Namangan, Samarqand. Gullar shahri va Non shahri. Aholisi agar million kishidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, millioner shahar deymiz. Toshkent shahri respublikamizdagi yagona millioner shaharda. Nima Toshkentda yashaydiganlar hammasi puliga millionerman, men milliarderman deyishga shoshilmang. Aholisining soni 1 million kishidan ko'p bo'lgan shahar millioner shahar deb aytiladi. Endi O'zbekistonda hozirgi kunda aholisi demak 100 ming kishidan ko'p bo'lgan shaharlarni demak keltirib o'tishimiz lozim. Xo'p, aholisi mana 1 million kishidan ko'p bo'lganligi uchun Toshkent shahri millioner shahar. Endi Namangan va Samarqand shaharlari aholisi 500 ming kishidan ko'p. Shuning uchun 500 ming kishidan ko'p bo'lganligi sababli Namangan va Samarqand shaharlari juda yirik deb aytiladi. Juda yirik. Endi mashina ishlab chiqaradigan Andijon, Qoraqalpog'istonning poytaxti Nukus, Farg'ona vodiysini oldingi eng rivojlangan shahri Skobelov bo'lgan Farg'ona, qadimgi Buxoro xonligining markazi Buxoro va go'shxo'rlarning markazi Qarshi yirik shaharlar. Mana shu 5 dona 1 2 3 4 5 dona yirik shahar bor xolos. Bo'ldi, mana shu 5 ta shaharni yodlab, 7 ta shaharni yodlab bering, bo'ldi. Sizdan boshqa narsa talab qilmayman. Rostdan talab qilmayman. Qarang. Aholisini sonini ham mayli qiynalsangiz, juda ham raqamlarga yopishib olmang. O'zingiz uchun yodlaganingiz yaxshi, lekin attestatsiyada ham, milliy sertifikatda ham qanaqa holatda tushadi aytaymi? Xarita berib qo'yadi O'zbekistonning xaritasini. Quyidagi xaritadan aholi soniga ko'ra yirik toifadagi shaharlarni toping. Yirik shaharlarni toping. Juda yirik shaharlarni toping. Endi u toifadan boshqasini shunchaki katta shaharlar ekanligini bilib qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu 7 ta shahardan boshqa hammasi Chirchiq, Shahrisabz, Navoiy, Urganch, Termiz, Chirchiq, Jizzax, Angren hammasi shunchaki aholisi 100 ming kishidan ko'p katta shaharlar. Namangan kaliti bilan yodlatib qo'yaman. Namangan Gullar shahri 609 ming, juda yirik. Samarqand nollari bilan mashhur. Samarqand juda yirik. Endi Andijon mashinalari bilan mashhur viloyati, o'sha viloyatda markazi Andijon shahri, GM eslang. Nukus Qoraqalpog'iston Respublikasining poytaxt bo'lganda albatta u aholisi 250 mingdan ko'p bo'ladi. Farg'ona ishonasizmi?
O'zbekistondagi eng tinch shaxmatniy doskaga o'xshab qurilgan shahar. Shunaqangi shaxmat doskasiga o'xshaydiki, umuman yo'l tirbandligi, probka umuman bo'lmaydi. Shunaqa darajada tinch, umuman mashinaning signali yo'q, yam-yashil shahar Farg'ona. Buxoro tillalar makoni. Amir Olimxonning saroyi joylashgan. Qadimgi poytaxt Soqqa More. Tabiiyki Buxoroning ham aholisi ko'p. Qarshi go'shtda ana parhezga shashlik yeydiganlar Qarshi. Yirik shahar. Yirik shahar deganda aholisi 100 ming kishidan 250 ming kishidan ko'p bo'lganlarini yirik shaharlar. 500 ming kishidan ko'p bo'lganlarini esa juda yirik shaharlar deb aytamiz. Aholisi shunchaki 100 mingdan ko'p bo'lgan shaharlar katta shaharlar toifasiga kiradi. Mana O'zbekistonda agar aholi xaritasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu joydan raqamlari berkitib qo'yadi. Aytaylik, mana shu jigarrang toifa juda yirik shaharni ifodalab beradi mana. Bu Samarqand shahriga qo'yilgan va Namangan shahriga qo'yilgan bo'ldi. Shartli belgilar qismida yozib qo'ygan. Ko'zingni och, agar mana shu jigarrang belgi bo'lsa, o'sha shaharni aholisi 500 ming kishidan ham ko'p desa, mana Namangan va Samarqandga qo'ygan. Endi aholisi 250 ming kishidan 500 ming kishigacha bo'lgan yirik shaharlarda biz aytgandiga qayer dedik? Mana ko'kda bo'lishi kerak. Nukus bor. Buxoroi Sharif. Alo, Buxoro. Mana bitta mana shu joyda kitob xatoligi bor. Qarshini xatolik bilan bergan. Eski ma'lumot qolib ketib qolgan. Mana shu joyda bitta go'shxo'rlarimizdan uzr so'raydigan holat bor. Lekin bu ham aholisi 250 ming kishidan ko'p bo'lgan yirik shaharlar toifasiga kiradi. Ya'ni 250 ming kishidan ko'p bo'lgan Farg'ona viloyatida Andijonning markazi Andijon, Farg'onaning markazi Farg'ona. Xafa bo'lmaylik, biz Farg'ona vodiysida Namanganimizda aholisi 500 mingdan ko'p, Andijonning aholisi 250 mingdan ko'p, Farg'onaning ham aholisi 250 mingdan ko'p. 3 ta viloyatimiz bor Farg'ona vodiysida, uchalasining ham aholisi ko'p. Demak, mana ko'rishingiz mumkinki, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Nukus va Qarshi shaharlari yirik shaharlar toifasiga kiradi. 2017-yilda meni o'zimga savol tushgan. Mana shu Shahrisabz shahrini xaritada berib qo'yganda qaysi toifaga kiradi? Shahrisabz bilasiz 2017-yilda aholisi 30 ming kishidan ko'paydi. Ko'payib ortib ketdi. Umuman olganda viloyat bo'ysunuviga chiqdi. Va xaritada 100 ming kishidan 250 ming kishigacha berib qo'yyapti Shahrisabzni. Shahrisabz shahri hozirgi ma'lumotlarga ko'ra Shahrisabz aholisi 137 ming kishini tashkil etadi. 137 ming kishini tashkil etadi. Viloyat bo'ysunuviga o'tkazildi. 137 ming aholisi bor va katta shaharlar toifasiga kiradi. Katta shaharlar qaysilar? Endi tuman viloyatlarning markazlari asosan Urganch katta shahar, Navoiy katta shahar, Shahrisabz katta shahar, Termiz katta shahar, Jizzax katta shahar, Olmaliq, Angren, Chirchiq katta shahar, Qo'qon katta shahar, Marg'ilon katta shahar bo'ldi. Qolgan maydalari mayda umuman boshqa guruhga mansub. Siz testda qaysini bilib oling yetadi. Samarqand juda yirik, Namangan juda yirik. Tamom. Nukus, Buxoro, Qarshi, Farg'ona, Andijon yirik. Tamom. Boshqasini chiqarib olaverasiz. Endi
Agar ranglarga qaraydigan bo'lsak, kartogramma degan usuldan foydalanilgan. Mana bu aholi zichligi xaritasini ko'radigan bo'lsak, viloyatlardagi ranglar ma'lum bir miqdorni ifodalayapti. Mana aholi zichligi 600 tadan ko'p. Qaysi hududda aholisi 600 kishidan zich ekan? Mana Andijon viloyatining aholisi 600 kishidan zich. Bo'ldi, boshqa yo'q. Hozir to'g'ri 750 kishiga borib qoldi. Darsga yozilgan paytda 600 kishidan ko'p bo'lgan. Demak, aholisi eng zich viloyat qayer ekan? Andijon viloyati. Nimaga? Kichkina, lekin aholisi ko'p. Shuning uchun zich. Kichkina, lekin aholisi ko'p. 300 kishidan 600 kishigacha Farg'ona, Namangan, Xorazm viloyatlari. Demak, Farg'ona va Namangan 300-600 kishidan ko'p tashkil. Eng siyraklarini ko'rib qo'yamiz. 15 kishidan ham kam. Albatta Qoraqalpog'iston, Xorazm. Demak, ma'lum bir ma'noda ranglar nimanidir ifodalayaptimi? Agar ranglar xuddi shunaqa ma'no ifodalasa, kartogramma degan kartografik tasvirlash usuli hisoblanadi. Kartogramma. Endi agar mana bu diagrammalarni ham e'tiborga oladigan bo'lsak, belgilarmi, bu usul kartodiagramma usuli deyiladi. Kartodiagramma usuli. Demak, bunda kartogramma va kartodiagramma usullarini birlashtirilib xarita tuzilgan ekan. Aslida mana bu daryolari, davlat chegaralari chiziqli belgilar usuliga tushadi. Va hokazo. Mana shunaqa holatda. Aholisi eng zich hududlarni ko'rib qo'ydik. Farg'ona vodiysi hamda asosan vohalar hisoblanadi. Endi shaharlarni gaplashdik. Endi shaharchalarni ham gaplashib qo'yaylik. Ayrim hududlarda sanoat rivojlangani uchun, ayrim hududlarda tabiiy boyliklar o'zlashtirilgani uchun ilgari hech kim yashamagan bo'lsa ham bu joylarga odam ko'chib kelib shaharchalarni bunyod qilishi mumkin. Masalan, Iskandar. Iskandar shahri qayerda? Kim iskandarlik? Iskandarliklar bormi? Yo kim tomonida Iskandar? Allo. Toshkentdami? O'sha yerliklar bormi? Iskandarliklar yo'q ekan, a? Iskandar, Kegeylikda yaqin yashaydigan Qoraqalpog'istonda kim bor oramizda? Kegeylik. Demak, Qoraqalpog'istonlik boshqalar Kegeylikga yaqin joyda yashashmaydi. Oraynida kim Kegeylikga ozgina bo'lsa ham yaqin yashaydi? Nukus rayoni Jahon. Siz qaysi rayonidansiz? Nukusdamisiz? Nukus rayon. Nukusdan. Yaxshi, rahmat. Mana Iskandar, Kegeylik, Ulug'bek. Ulug'bek bu Toshkentdagimi? Mana Iskandar, Kegeylik, Ulug'bek. G'ozg'ondan kim yaqin, G'ozg'on yaqinida yashaydi? Lobarxon ustoz sizga yaqin emasmi? Xo'p, Navoiy viloyatida G'ozg'on, Zomin, Jizzaxda Zomin. Iskandar, Kegeylik, Ulug'bek, G'ozg'on, Zomin bular shaharchalar hisoblanadi. Neftchilar shaharchasi, konchilar shaharchasi va hokazo. Endi ayrim shaharlar borki, ilgari umuman itam yashamagan joyda, odam umuman bo'lmagan, ular foydali qazilmalarga topilgan. Ko'mir qazib olish uchun, neft qazib olish uchun, gaz qazib olish uchun konchilar kelgan, konchilarning oilasi kelgan, oilasi kelgandan keyin bu joyda maktablar qurila boshlagan, maktablar atrofida bog'chalar qurila boshlagan, uni atrofida do'konlar qurila boshlagan. Natijada sekin-sekin o'sha bitta konchilarning oilasi ko'chib kelishi natijasida shaharga aylanib ketgan joylar bor. Demak, mana qazilma boyliklari, yoki suv boyliklari, to'g'on qurish kerak, suv ombor qurish kerak, damba qurish kerak, selxona qurish kerak, suv boyliklari yaqinda. Qaysilar?
Angren. Ko'mir koni negizida vujudga kelgan. Ilgari hech nima bo'lmagan. Demak, bu foydali qazilma negizida mana. Bekobod. Bekobod bu qora metallurgiya negizida vujudga kelgan sanoat shahri bu ham. Ha? Olmaliq. Olmaliq asosan bu ham qazilma. Mis konlari bor, oltin konlari bor. Chirchiq. Chirchiq endi asosan suv boyliklari evaziga bo'lishi mumkin. O'z Chirchiqda ham kimyo sanoat korxonasi yoki qiyin eriydigan rudalarni eritadigan joylar bor. Navoiy shahri. Navoiy shahri Navoiy kon metallurgiya kombinati negizida vujudga kelgan deyish mumkin. Ana demak qazilma boyliklar. Uchquduq. Uchquduqda uran bor. U ham qazilma. Taxiyatosh endi suv boyligi bu. Mana gidrotexniklar shahri bu. Nimaga? Taxiyatosh gidrouzelini qurish uchun, Taxiyatosh yaqinidagi bu dambani ko'tarish uchun odamlar ko'chib kelgan. Zarafshon. Bu ham endi Zarafshon ham qazilma boyligi negizida vujudga kelgan, oltin qazib olish negizida vujudga kelgan. Angren, Bekobod, Olmaliq, Chirchiq, Navoiy, Uchquduq, Taxiyatosh, Zarafshon bular barchasi demak yo qazilma boyliklari, yo suv boyliklari, yo foydali qazilmalar negizida vujudga kelgan. Endi 3 ta shahar bor. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Yangiyo'l, Yangiyer, mana yangisi bor. Yangiyo'l, Yangiyer va Guliston. Bular qishloq xo'jaligi xomashyosini qayta ishlash negizida vujudga kelgan. Agrosanoat majmuasi negizida vujudga kelgan. Agrosanoat. Nima degani agrosanoat? Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash negizida vujudga kelgan. Masalan, paxtani oladi, paxtani yigiradi, kalava qilib yengil sanoatga ketadi, chigitidan yog' oladi, sovun oladi, shelvuqa oladi, va hokazo narsa oladi. Mana shunaqa narsalar agrosanoat majmuasi hisoblanadi. Yangiyo'l bilan Yangiyerni qayerdaligini chizib beraymi, osonroq esingizda qoladi. Toshkent viloyati. Keyin yonida Sirdaryo viloyati bor. Guliston bilan Yangiyer Sirdaryo viloyatida. Yangiyo'l esa Toshkentda, mana shu uchburchak hosil qiladigan hududda Yangiyo'l, Yangiyer, Guliston. Yangiyo'l, Yangiyer, Guliston. Qishloq xo'jaligi xomashyosini qayta ishlash negizida vujudga kelgan mana. Qishloq xo'jaligi xomashyolarini qayta ishlash. Bu bo'lishi mumkin, paxta bo'lishi mumkin yoki Mirzacho'l qovunlari bilan mashhur bo'lishi mumkin. Hatto Toshkentdagi Yangiyo'l shahri ham qovunchi qishlog'i negizida vujudga kelgan. Va hokazo. Ko'rdingizmi? Umuman olganda biz shaharcha deyiryapmiz-ku. Umumiy qilib turib shaharliklarni, shahar aholisini urbanizatsiya deb aytiladi. Shahar aholisini salmoq urbanizatsiya. Masalan, 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston aholisining 50,5%ni shaharliklar tashkil etyaptimi? Urbanizatsiya ko'rsatkichi 50,5% degan. Vaholanki 89-yilda atiga 40% aholi shaharda yashagan, 60% qishloqda yashagan. Hozir deyarli shahar bilan qishloqning ulushi teng. 89-yilda 40% bo'lgan. Endi biz shahar deb bong uramiz, qishloqdagilar ham bizga o'xshagan aholi xafa bo'lib qolmaylik. Qishloq aholisi demak hozirgi kunda 49,5% tashkil etyapti. Shahar aholisi 50,5% bo'lyapti. O'zbekistonda 11 mingdan ortiq qishloq bor. Endi ularning aholi soniga ko'rsak, yirik qishloqlar 5 ming kishidan ko'p, o'rta qishloqlar 1000 kishidan 3000 kishigacha, katta qishloqlar 3000 dan 5000 gacha, kichik qishloqlar esa 1000 tadan kam bo'lgan aholi. Demak, qanday tasniflar ekanmiz qishloqlarni? Xo'p, eng kattasi yirik. 5000 kishidan ko'p. Katta 3-5.
O'rta qishloqlar 1-3 yodlash qiyin emas-a? Kichik qishloqlar 1000 kishidan kam. Mana. Demak, yirik qishloq bo'lish uchun 5000 dan ko'p, katta qishloq 3000, 5000, o'rta qishloq 1000, 3000, kichik qishloqlar esa aholisi 1000 kishidan kam bo'lishi kerak. Endi mustaqillikgacha 60% aholimiz qishloqlarda istiqomat qilgan va O'zbekiston to'laligicha agrar respublika bo'lgan. Demak, hozirgi kunda esa aholining yarmidan ortig'i shaharlarda istiqomat qilib, biz butkul qishloq xo'jaligi davlatdan asta-sekin rivojlanib boryapmiz. Ko'pgina 2009-yilda birdaniga shaharlar O'zbekistonda ko'payib ketib qoldi. To'g'risini aytish kerak. 900 dan ko'payib ketdi birdaniga. Sababi 2009-yilda qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili bo'lganda, qishloqlarga shaharcha maqomi birdaniga berilgan 2009-yil. Natijada bizda g'o'zapolislar paydo bo'lgan. Bu albatta bu hazil tariqasida kaminni atamasi g'o'za polislar. Megapolis degandagi polis bu shahar degan ma'no bildiradi. Bizda nomi shahar, lekin nurab ketgan uylar, ariqlarni ichib to'la pampers, odamlar ketman tesha ko'tarib dalaga ketadi. Nomi shaharchi, lekin g'o'zapoya polis. 2009-yilda qishloq taraqqiyot farovonligi yilida qishloqlarga shaharcha maqom berib yuborildi. Natijada O'zbekiston aholisining tarkibida O'zbekiston aholisining yarmi shaharlarda yashadi. Hech ishonmayman. Rejalashtirish talablari natijasida bitta narsani bilish kerakki, ish joy bilan uy joy orasi, mana turar joy bilan ish joy orasi 4-5 kilometrdan ortmasagina o'shanda unumli bo'ladi. Qachonki yashash joyingiz va ishxonangiz orasida bir 5 kilometrgacha bo'lsa ham yo'lkiraga kam pul sarflaysiz. Ham kelib ketishingiz oson bo'ladi, vaqtdan ham tejaysiz. Eng klassik sizga savol tushib qolishi mumkin. Quyidagilar ichidan xato ma'lumotni toping. Uy-joy bilan ish-joy orasidagi ma'lumotlar 5-6 kilometrdan ortmasligi lozim desa bekor aytibsan. 4-5 kilometr bo'lishi kerak. Endi O'zbekistonda shaharlar haqida gap ketganda aglomeratsiya degan tushunchani qo'lga kiritishimiz kerak. Aglomeratsiya degani shaharlarning yirik shahar atrofida to'planishi. Masalan, Toshkent viloyatini ko'radigan bo'lsak, Toshkent shahri bor. Uni atrofida shaharlar to'planib ketgan. Mana Chirchiq bor, mana Yangiyo'l bor, Keles bor, Ulug'bek bor, mana to'planib ketgan. Parkent bor, Yangiyo'l bor, to'planib qolgan. Qolgan shaharlar mana Angren yoki Ohangaron yoki Olmaliq unaqa to'play olmagan. Demak, shaharlarning yirik shahar atrofida to'planib qolishi aglomeratsiya deyiladi. O'zbekistondagi eng katta aglomeratsiya bu Toshkent aglomeratsiyasi hisoblanadi. Aglomeratsiya bu shaharlarning yirik shahar atrofida to'planib olishi hisoblanadi. O'zbekistonda eng katta aglomeratsiya bu Toshkent. Nimaga? U joylardan odamlar kelib o'qiydi, qishloq xo'jaligida yetishtirgan mahsulotlarni ketib sotadi, banklariga xizmat ko'rsatish uchun keladi, bog'lariga dam olgani keladi, tibbiyot shaharda zo'r davolangani keladi, repetitorlikka o'quv markazlari keladi va hokazo va hokazo. Umuman olganda biz O'zbekiston tabiiy sharoiti va aholisi haqida quyidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. O'zbekiston maydoni 448,9 ming kvadrat kilometr va aholi soniga ko'ra jahonda O'zbekiston 55-o'rinda turadi. O'zbekiston ikki karra berk davlat, ya'ni O'zbekistonni o'zi ham, qo'shnilari ham dengizga chiqa olmaydi va bu dunyoda ikkita davlatdan biri Yevropadagi Lichtenstein, ikkinchisi esa O'zbekiston. O'zimiz ham, qo'shnilarimiz ham dengizga chiqa olmaydi. O'zbekiston ma'muriy hududiy tuzilishi 3 ta pog'onadan iborat. Viloyatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahri. O'zbekistonda 14 ta ma'muriy hududiy birlik bor.
O'zbekistonda umumiy tabiiy gaz zaxirasi 2 trillion metr kub tashkil etadi. 2 trillion metr kub. O'zbekiston yer fondi 44,4 million gektar va ularning yarmi qishloq xo'jaligida foydalanadi. O'zbekiston aholisi 2019-yil ma'lumotlariga ko'ra 33,2 million. O'zbekiston aholisiga ko'ra jahonda 44-o'rinda turadi. O'zbekistonda o'rtacha umr davomiyligi 73,8 yoshga teng. O'zbekistonda o'zbeklar salmog'i 84% tashkil etadi. O'zbekistonda shaharlar 119 ta, shaharchalar 1071 ta, qishloq va ovullar soni esa 11 mingtadan ortiqni tashkil etadi. Umumiy aholimizda urbanizatsiya ko'rsatkichi, ya'ni shaharlardagi aholi soni 50,5% tashkil etadi. Umumiy O'zbekistonning tabiiy sharoit va aholisi haqidagi tahlillarimiz mana shulardan iborat. Bemalol kimda savol bo'ladigan bo'lsa, so'rashingiz mumkin. Kimda savol bor? Aholi to'g'risida. Va o'tgan darsdagi O'zbekiston tabiiy sharoit to'g'risida ham savol berishingiz mumkin. Kimda savol bor? Juda yaxshi tushundik. Rahmat. Shunga ishongim kelyapti-da. Maktabda 2 xil o'quvchi bo'ladi, 3-xili bo'lmaydi, ishoninglar. Tushundinglarmi siz? Ha, deydi. Qanaqa tushunish mumkin? 30 ta o'quvchi bor. Dars 45 minut qanaqa turishini? Yo, hammasi yoppasiga tushunmagan bo'ladi. Yo, birdaniga hammasi avliyo bo'lib ketgan bo'ladi. Agar ikkinchi toifada bo'lsangiz, men xursandman. Bizning O'zbekistonni tabiiy sharoit va aholisi deb nomlangan mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamisha salomat bo'ling.